Agar sizga har doim jilolanib turib, muhimi sog'lom bo'ladigan sochlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu xos ko'rsatadigan mahsulotlarimdan foydalanishingizni maslahat beraman. Bu mahsulotlar sochingizning to'kilishini oldini oladi, yaltiratadi, ildizini mustahkamlashga yordam beradi. Birinchi bo'lib sochimizni aynan mana shu imbir va asalli shampunimizda yuvishimiz kerak. Ishoninglar, men buni o'zim ishlatganimdan keyin tan berib o'rganman. 2 marta ishlatganimdan keyin sochim to'kilishi sezilarli darajada qoldirgan. Agar sizning sochingiz quruq bo'lsa, o'zi unga qo'shib mana shu balzamini ham ishlatib ko'ringlar. Shundagina sizlarning sochinglarni quritib yormasdan chiroyli qilib ushlab beradi. Agar sochinglar manikiga o'xshagan normalniy yoki yog'lanishga moyil bo'lsa, shampunni o'zini ishlatsanglar ham bo'ladi. Bundan keyin albatta biz mana shunaqa atirgulli maskamizni ishlatamiz. Bu maska sochinglarni chiroyli qilib, jilolantirib, yaltirab berib va tagiga ozuqa, ildizlariga ozuqa berishiga yordam beradi. Va undan keyin bizda yangi mahsulotimiz aynan mana shunaqa yog'imiz. Bu sochlaringlarni shunaqa zo'r o'xot qilishiga yordam beradi. Agar sochlaringlar har xil kimyoviy vositalardan kuygan bo'lsa, ularni tiklashga ham yordam beradi. Eng muhimi, ekologik toza mahsulot sochlaringizga jilo beradi, ozuqa beradi. Yana ham yaltirab, uchlari sinib ketmasligiga xizmat qiladi. Eng muhimi, ekologik toza mahsulot sochlaringizga, teringizga hech qanaqa ziyon yetkazmaydi. Ularni qaytanga yoshartirib, yengilab, to'kilishlarni oldini olishga yordam beradi. Agar shu naborimiz sizga qiziq bo'lsa, narxini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta izohlarda sochirib yozib qoldiringlar. Men bu nabor to'g'risida to'liq ma'lumot beraman. Ha aytgancha bu mahsulotlarni alohida xarid qilsanglar ham bo'ladi.